bo'lmasa. Har kuni shu ahvol. Yo, men tushunmayapman. Nima yetishmayapti senga? Ya boshida mayli erkalik qilyapti dedim. Kundan kunga quyushqondan chiqyapsan lekin. Menchi to'ydim siz ziqnaligingizda uyimga ketaman. Hey, men ziqnalik qilib nima qildim senga? Ha? Har dam olish kuni ko'chaga chiqib aylantirib kelsam, yoqtirgan shirinliklaringni olib bersam, nima yeging kelsa o'sha taomingni olib bersam. Quruq-a? Na tilla taqinchoq olib berasiz, na iPhone olib berasiz. Ha, chet elga ham bormaymiz. Quruq bu narsalaringizni nima qilaman men? Ey, yaqinda telefon olib berdim-ku senga. Telefon qanaqa telefon? Menga iPhone kerak. iPhone tushunasizmi? Shunaqa telefon bor. Ha? Akamga o'xshab normal telefon bersangiz bo'lmaydimi menga? Akang bilan meni oyligimda-chi, yer bilan osmonchalik farq bor, bilasanmi? Keyin meni unaqa ko'chaga 1,5-2 ming dollar shunda otib oladigan chochirib yotgan pulim yo'q. Oddiy telefon uchun. Menga qara. Sen oldin unaqa emasding. Nima hozir singlim bilan akangga hasad qilyapsanmi? Bilib qo'y. Agar shu ketishing bo'lsa, o'zingni ham yeb bitirasan. Meni ham ado qilasan. Sizchi hayotda akamga o'xshab xotiningizga narsa olib bera olmaysiz. Mubina, sabrimni sinama. Nima qilasan? Urasizmi? Bitta shu narsa qolganda uring. Ey, yo'qol! Bor yo'qol ko'zimga ko'raman, tushundingmi? Har kuni shunaqa janjal qilishlar jonimga tegadi. Bo'lmasam, hay bolam.